Yurak tug'ma nuqsonlarining bir nechta sabablari mavjud. Bular demak, homiladorlikda homilador ayol yuqumli kasalliklar, ayniqsa gripp, shamollash kasalliklarini o'tkazadigan bo'lsa, tug'ma nuqson kelib chiqishi mumkin. Undan tashqari, oilaviy moyillik, er-xotinning yaqin qarindoshligi, shu bilan birgalikda tashqi omillarning ta'siri, ekologiyaning ta'siri, tamaki chakish va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish bular tug'ma yurak nuqsonlarini kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Tug'ma yurak nuqsoni bir nechta belgilari bor. Birinchisi bu ko'karish, hansirab qolish, emgan paytda chaqaloq terlab ketishi yoki bo'lmasa tez-tez shamollashi kabi belgilar bilan namoyish etishi mumkin o'zini. Har bitta parokda o'ziga xos bo'ladi. Aynan hammasi uchramasligi mumkin, faqat ba'zilari uchrashi mumkin. Yurak tug'ma nuqsonlarini davolashda avvalambor tekshirilib, uni to'g'ri diagnoz qo'ygandan keyin davo chorasi tanlanadi. Eng oddiy davodan murakkabga qarab ketiladi. Birinchi o'rinda dori bilan davolash tavsiya etiladi. Agar dori bilan davolash imkoni bo'lmasa yoki dori bilan biz kutganchalik effekt olmasak, unda keyingi etap operatsiya usuli bilan davolash tavsiya etiladi. Operatsiya usulining ham ikki xili bor. An'anaviy usuli yoki kesib, yurakni ochib operatsiya qilish hamda eng zamonaviy usul endovaskulyar yoki xalq tilida buni lazer bilan deb aytishadi ba'zilar. Shu usulda davolash ikki xil usuli mavjud. Tomir orqali min-invaziv yoki shu lazer deganimizdek usulda, demak, eng afzalligi bu hech qanaqangi kesimlar bo'lmaydi yoki bemor hech qayerga kesilmaydi. Kichkinagina ignaning uchi bilan tomirdan kirib yurak operatsiyasi bajariladi. Kelajakda hech qanaqangi chandiq qolmaydi. Operatsiyadan keyin ertasi kuniyoq bola bemalol harakat qila oladi. Bemor tezda uyiga javob beriladi bu holatda. Agar yuqorida aytilgan belgilarni, simptomlarni farzandingizda sezsangiz, birinchi navbatda oilaviy poliklinikaga, pediatrga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Pediatr tekshiruv amalga oshirgandan keyin agar yurak tug'ma nuqsoniga shubha paydo bo'ladigan bo'lsa, tor mutaxassisga o'zlari yo'naltirishadi, odatda bolalar kardiologiga. U yerda ekokardiografiya, EKG va rentgen tekshiruvlaridan o'tgandan keyin yurak nuqsonini tasdiqlash imkoni bo'ladi. Agar yuqoridagi shikoyatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu ketma-ketlikda shifokorlarga murojaat qilishingiz tavsiya etiladi.